Xo'sh, video zo'r chiqibdi. No mayli. Like bosib qo'yamiz mayli. Va hammaga salom bo'lsin. Sizlar bilan men o'sha videoga xush kelibsizlar. Yangi videoga do'stlar, bugungi video roligimizda biz mazza qilib yana 13-qishloqdamiz. Va do'stlar, videomizga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu juda ham muhim ish bo'ldi. Xo'p, mayli, endi ishga chiqsakmi yoki janoblarning oldiga borsakmi? Hozir ish yo'q, chunki men fermer emasman. Har kuni ishga chiqadigan bo'ladi. Stop. Bolalar, obunachilar, hayron qolaman-da. Qaranglar mana shu rasmga. Ko'ryapsizlarmi? Shuncha odam bizni obunasiz kuzatar ekan. Bu qanaqa jinoyatligini bilasizlarmi? Bo'ldi, все bolalar. Bugundan boshlab hamma hozirdan o'zida kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar bolalar. Mayli, telefonimizni olamiz. Pul kerak emas. Bolalar endi ketsa ham bo'ladi. Birinchi nima qilay ekan? Merda oldiga boraman-da, kaneshna. Undan nimadir so'raymiz. Bizga ish bormi yoki nimadir qilamizmi? Oy, janob mer, kirishga mumkinmi? Ha, kiraver. Xo'p, mayli, kiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Senga ish bor? Qanday, menga o'tirmaysizmi? Yo'q. Qarachi, bitta magazin quramiz, pulni ikkimizga bo'ladi. Yo'q. Buni qarang. Ha, havasda chiroyli qilib bitta narsa qurasan. Xo'p, mayli. Ha, keyin fermaga ham qarab qo'y. Xo'p, janob mer, mayli. Ajoyib ekan, mayli. Xo'sh. Baqa qo'yamiz o'zim internet narsani qolay. Tak. Hozir men narsani olamizda ketamiz. Ketdi bola. Hozir. Baqa kir. Hozir kiryapman. To'xtang, internet qolay. Tezroq bo'l. Hozir kirmoqdaman. 5 minutdan bir. Qarachi, shaxtyorlar ketgan. Shaxtlar yoritish kerak. Vashi bo'lmayapti. Hozir qilaymi uni ham? Yo'q, keyin qilasan. Xo'p, mayli. Nima chaqirding keyin qilsam? Eshityapman. Nima qildim? Va mana do'stlar, fermani bitirdik. Va mana hamma narsalar sizga janob mer tashab beraman. Okey, bolalar, sizlarga fermani ishini Nima deysan? yo'q, obunachilarning gapiribman. Xo'p, do'stlar, hozir sizlarga buni 5x da o'tkazib yubordim, chunki sizlar vashsha zerikardinglar. Ferma ishlari qiyin deb o'ylayman, yana bilmayman, chunki men oldin fermer bo'lganman, hozir esa oldin YouTube kanalim ban bo'ldi. Hozir mana. Xo'sh, bolalar, mana buni ham olamiz. Oldingi mer juda ham yaxshi edi. Bunisi ham yaxshi. Mayli, hozircha hammasi yaxshi bolalar. Mana uni tashlaveraylik deb bizga umuman foydasiz narsa bu urug'. Bunisini ham olamiz va bolalar, men bitta yopishimiz kerak. Bizga xalaqit berishi mumkin bo'ladi bolalar, yana bilmayman. Yopib qo'ygan yaxshi. Sizlar ungacha kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar bolalar. Va bizga sizlarga bitta gap aytaymi? Qaranglar. Har bir obuna bu motivatsiya, har bir like videolarni rekomendatsiyaga chiqish va nima desa bo'ladi, videolarni tez chiqarishimiz. Va mana bolalar, pauza to'sib yubordim va gapimni davom ettiraman. Shunaqa, kommentariyada o'zingizlarning videoga ideyalarni yoki qanaqa video xohlayotganingizni aytib ketinglar bolalar. Bizga shu zarur. Endi qurishni boshlaymiz. Tak, okey. Va ketdi. Va mana tepasi polni devorlarni qilib chiqdik. Endi oynalarni qo'yib chiqqanmiz.
Va bola bizada уже tugab boryapti va biza hozir shaxtaga tushib kelishimizga to'g'ri keladi. Mana bittasi bor ekan. Buni qo'yamiz. Nega shaxtaga tushdi desanglar, tosh qolmay qoldi. Mayli, hozir kamerani o'chirib turaman. O'chsa qolsang-chi, tushunarsan. Bo'ldi. Va do'stlar, biz mana 38 ta olib keldik va endi ichkari kirib bularni hammasini qo'yish qoldi. Okey, bularni yopamiz. Bo'ldi bolalar, endi qo'yib chiqamiz. Bu yetib ortadi degan umiddaman va ketdik. Va do'stlar, bizani qolgan narsamiz bitta. Kanalga obuna bo'lsangiz, chiqmasin. Hammaga xayr.